Yandex Marketdan olgan dastavkalarim keldi. Raspakowka qilamiz. Ketdik. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, qanaqa qilib shu lampani atigi 100 mingga olganimni ko'rsataman. Firmenniy qaychim bilan bu petlichka juda ham arzon narxda oldim. Vau. Voy. Adashman, bu 16 Pro Max emas ekan. Kayfiyatimiz tushirmasdan mana buni ochamiz. Men juda ham kutganim. Qozonimni ochamiz. Xolos. Kattaroqmi deyman? Qopqog'i stiklarniy bo'lganda zo'r bo'lardi, lekin yangisi mana qaruloniy vakuumli paket. Vakuumli apparatda kesib ishlatishga udobli. Hoppa. Mana shunaqa xohlagan joyingizdan kesasiz, bemalol anchaga yetadi. Bu yerda 5 metr. Eng ko'p kutgan RGB lampa. Hozir ochib yoqib ko'ramiz. Shu olgan videolarim lampasizmidi? Ha, lampasiz edi. Oddiy quyosh nuridan foydalanib olinadigan videolar. Ichidan shunaqa shtativi chiqdi. Shtativi yaxshi, temir, qattiqqina, mustahkam. Buni ochamiz endi. Nihoyat menda ham endi lampa bor. O'rnatdim, o'zini o'rnatoldim. Faqat mana shu to'kalarlar nima qilishi, qanaqa o'rnatishni tushunmadim. Lekin bunaqa narsalarni yaxshi qilardim. Nimagadir matematikasi bir-biriga to'g'ri kelmayapti bularning. Keyin uyimizda mana bunaqa tiqadigan narsa yo'q ekan. Men buni yoqolmas ekanman. Endi borib mana bunaqa narsa olib kelishim kerak. Bundan keyin bu yonadi. Bugun petlichka bilan shtativ atmen. Endi bu lampani qanaqa qilib atigi 100 ming so'mga olganimni ko'rsataman. Hammamiz ishlatadigan Yandex taksiga kirib, market bo'limiga o'tamiz. Qidiruv degan joyiga lampa telefon deb yozib, shu 33 sm diametrli lampani tanlaymiz. Обязательно shtativi bilan birga keladi. Buni korzinkaga tashab, korzinka bo'limiga o'tib, promokod degan joyiga mana shu promokodni kirgizasiz va yonidagi strelkani bosasiz. Voila! Qarabsizki, sizda 70 milli skidka bor. Osh bo'lsin, yaxshilikka ishlating.